Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'rmanlar, hammalarningki hozirgi vaqtda xayrli bo'lsin. Sog'lom hayot programmamizning 12-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bugungi programmamizda mushu bolalarda ko'p ko'riladigan qizitma va tortishib qilish haqida to'xtalib o'tamiz. Mushu qizitmaninki va tortishib qilishninki bolalarga olib keladigan ziyni va buninki qanday qilib oldin olishlar haqida mush haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi programmamizning aziz mehmoni mush program boshlangandan beri izchil o'zininki sog'lomlik haqidagi bilimlarini xalqimiz bilan o'rtoqlashib kelayotgan kasbiy bolalar doktorimiz Elminur xonim. Xo'sh kelibsiz Elminur xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Xo'sh bo'ldik. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarga rahmat aytamiz. Undan sonra biz bundan burungi programmalarimizda shu qizitib qilish va tortish degandeklarni mundaq orasida kichik deb o'tib ketgandik, lekin tafsiliy to'xtalmagandik. Eng avval shu qizitma va tortishib qilish degan nima? Mush haqida bizga bir aniqlama bergan bo'lsangiz, andan keyin keyingi savollar bilan boshlasak. Bo'ladi. Assalomu alaykum ko'rganlar, bizning sog'lomlik programmamizga izchil erishib kelayotgan ota-onalarga ko'p rahmat. Nurg'un qarindoshlarimiz bu programmadan foydalangan bo'lsa-mu, lekin yana bir qism qarindoshlarimizningki turmushimizda davomli uchraydigan shu kasallikka nisbatan yana sal qarab qilayotganligini, hatto ba'zida shu kasal bir so'zlab bo'lgan kasallar haqida yana savol so'rayotgan qarindoshlarimiz uchragan bo'ldik. Bo'lsa, ba'zi bir qarindoshlarimizning bolalari kichik bo'lmagan yoki bu kasallar bilan hech qanday aloqasi bo'lmasa-mu, yana bolalar uşaq qarindoshlarimizga bu programmani yetkazib qo'yishni umid qilamiz. Bir adamda qizitma va tortishib qilish degan nima degan chaqda, bu qizitmani hamma bir ota-ona, bo'g'ichi, bola boqqan odam cho'qim biladi. Ammo bizning bu yerda bu qizitmaga nisbatan tibbiy jihatdan yoki ilmiy jihatdan tushunchimizning qanchaligiga o'xshamaydi. Masalan, qizitma degan chaqda hammamizga qalsa bolaning gradusi ishib qolgan holat keldi. Odat normal gradus qancha bo'ldi degan chaqda, ko'pincha ota-onalarni men shu ishlash jarayonida bu normal temperatura qancha desa uqmaydi-da. Voy 37 da ishib ketgan dori verdim, 37 bo'lgan dori verdim degandek. Aslında normal temperatura kichik bolalarniki 36 dan 37 gacha. Ammo bu normal ichida yana kasal bo'lmagan qizitma holatlari bo'ladi. Kasal bo'lmay turib qanday qizitma bo'ldi degan chaqda bolalar bek ko'p harakat qilgan vaqtida yoki mesela susuzlanib ketganda yoki mesela aptapda sig'itib ketganda hech qanday kasal bo'lmaymi qizib qolgan ahvollar bo'ladi. Unda bo'lsa bir bola boquvchi ota-ona qizitma degan nima deganini bilmoqchi bo'lsa, normal temperatura 36 dan 37 gacha, odatda temperatura 37 dan 3 ni oshgan chaqda qizitma bor deb bilamiz. Agar buni kasallik sababini qizitma deb bilmoqchi bo'lsa, buningda bolalar hech qanday kasallik alomat yo'q, bu bolam hech qanday emas, mushta qizib qoldi degan bo'lsa, biz boyaqada bu qizitmani ikki turga ayirishimiz kerak. Birisi kasallik holatida qizitma, yana birisi kasal bo'lmagan holatda qizitma. Unda kasal bo'lmagan holatda qizitmalar qaysi degan chaqda, masalan, bu qizitmalar ko'pincha shu 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan oralikda bolalarda ko'p ko'rildi. Nimish degan chaqda odam kichik bola odatda 1 oylikdan 6 oylik bo'lganda ana sutini to'liq emidi. 6 oydan keyin qo'shimcha yemeklarni qatadigan, ana suti barabar azlardan ahvollar bo'ldi. Bu chaqda immunit kuchi burunga qaragancha kuchli bo'lmaydi. Bunda vaqtda bolalarniki masalan mush yoshli bolalar tuyuqsiz qizib qolsa yoki bo'lmasa bola hech qanday alomat bo'lmagan chaqda to'xtab bu bolam bir qilin kiygizyaptimi, bir ussizlab ketdimi, yo bolam issiq o'tab qoldimi degandek nuqtalarda o'ylashimiz kerak. Endi haqiqiy qizitma degan chaqda temperatura odatda 37 dan 3 ni oshgan vaqtda bolada kasallik alomatlari, masalan, gila og'rib qoldigan yoki ish surib qoldigan, yoki nafas siqildigan, yoki yutildigan, yoki bolalarning quliqi iqib qoldigan, yoki bolalarning burni iqib qoldigan zukam alomatlari bo'lgan holat qizitma bo'lsa, bu bolada cho'qim kasallik xarakterli qizitma ekan deb tushunsak bo'ladi. To'g'ri. Endi hozir yana kendi bir savolingizni to'liqlab javob berish to'g'ri keldi. Tortishib qilish degan nima dedingiz? Bu tortishib qilishni oldingi soatda biz tutqaq kesil to'g'risida dars so'zlagandik, qisqacha mazmunlarni degandik. Endi bu tortishib qilish yana ikki xil bo'ladi. Qizitma xarakterli tortishib qilish, qizmagan holatga tortishib qilish. Qizmagan holat tortishib qilishni biz oldingi qitimda tutqaq kesil deb so'zlab bo'ldik. Endi bugungi biz oldingi qitim darsimizni so'zlagandik, biz kelar qitim shu nuqul oldi qiziq qilishni tortishib qilishning alayligini so'zlaymiz deb. Endi bu turkchada havola deydi. Otashsiz havola va otashlik havola deb. Endi bu yerda shu bizning kunlik turmushimizda ota-onalarni jiddiy ahvoldagi
ballarına başa kızıp kalgan çağda tartışıp kılışı ata-ana bek jiddileştirdi. Bulup birinci qitim balası aşta kızıp tartışıp kalgan atalar bek jiddileshidi. Bu vaqtda qanday qilish kerak degan chog'da voy mening balam tutqaq kesilgan degandek yoki voy balam mening tartışıp qoldi endi keyin qanday bo'ladi degandek nurg'un andish ichida bu balani davolab saqaytdi. Lekin ikkinchi qitimda qizigan vaqtda bu balam yen tartışıp qalamı degandek dakka-dukkiga xiyollar bo'ldi. Endi bu yerda atalarni bilish tartışıp qilish degan ballarni qizitma xarakterlikmi bo'ldigan yoki qizma holatdan bo'ldigan. Qizma holati bo'lsa biz oldin qitim so'zlagandek tutqaq kesilgandek yoki bo'lmasa tashqi yiqilib tushgan yoki bo'lmasa bir voqealarga uchragan sharoitda tartishib qilish. Bugungi bo'lsa qizitma xarakterlik. Odatda temperatura 38 ga oshgandagina tartishadi. Bu qizitma xarakterlik tartishda shuni 38 ga bormaslikqa tirishish kerak. 38 dan oshmaslikqa tirishish kerak. Bu yerda tartishib qilishniki sabablarini keyingi suallarımızı yana to'liqlaymiz. Ondan sonra şu abay azroq kichkina ipuch berib o'tib ketdingiz. Qizitmaga sabab bo'lgan omillar, ya'ni qaysi xil holatda bolalar qizitib qoladi degandek mush savolga bir javob bergan bo'lsangiz. Bayam deganimizda qizitma ikki xil bo'ldi dedik. Birisiga kasallik alomati bo'lmagan qizitma, ya'ni birisiga kasallik alomati bo'lgan qizitma deb. Endi kasallik alomati bo'lmagan holatda shu bolalarning haddidan ziyoda uyning temperaturasini tengshimgan, haddidan ziyoda qalin kiygizib yotgan, yoki bir kunlik suv ichish miqdorini to'liqlamagan, bola yoki aptab qilib qolgan ahvollardami qizitma bo'ladi. Buning sabablari kasallik bo'lmagan sebebini kelib chiqqan. Endi kasallik bo'lgan desak, endi kichik bolalarning har qanday a'zosida bir yolliq bo'lsa, yoki zukam bo'lsa, 5 a'zosi bo'lsin, yoki nafas yo'li, yoki qo'saq, uchay, yoki badanlarda yolg'onib qilish bo'lsin, yoki bo'lsa reaksiya xarakterlik moddalarning ta'siridan yolg'onish bo'lsin, ularning hammasi qizitmaga sabab bo'lgan omillardan tarkib topgan bo'ldi. Bu yerda hamma bolalarga o'xshamaydi. Ba'zi bolalar to'liq qo'zg'alib qolgan tipdagi bo'ldi. Ba'zi bolalarning gelishib qolgan asallar, ba'zi bolalarning masalan 3 yoshdan 6 yoshgacha maktab yashiga kirguncha tug'ilib, men bildigan bolalar bor, tug'ilgandan tortib 3 oylikdan boshlab hozirgacha 3 yoshga kirguncha borliqda qulqi yiqiyotgan. Uzilkisi saqaymagan ahvoldagi bolalar bor. Buni bulum qizitmaniki sabablaridan birisi. Yoshirin yolliq va oshkor yolliq. Bularning hammasi qizitmaga sabab bo'lgan omillar. Yani her qanday bir balanınki kasallikni misal bir-birisiga o'xshamaydi. Shunda qizitmaningkimi mushu har turlik bo'lishidagi ikki turga ayirib berdingiz. Har turlik bo'lishidagi sabablargami degandek shu bolalarning o'zininki sog'lomligiga oid bo'lgan masalalardan kelib chiqadiganligini aytdingiz. Men rasmiyada bir so'zingizga nima qilib qoldim. Suv to'liq bo'lmasligi, to'liq suv ichmaganlik sababidan qizitib qoldi deb o'tib ketdingiz. Normalda cho'nglarni 2 litr suv ichsa kunlik ichida muvofiq bo'ldi deyishdi. Bolalarni biz hamda ota-ona bo'g'uvchilarga ansirab, voy jiq suv ichsa o'pkisi ishib qolarmi deb jiqroq bermaymiz hamda biz Uyg'urlarda. Bu xil ahvol ostida bolalar bir kun ichida qanchalik suv ichsa bo'ldi, shuni bir ozroq. Endi bolalarningki tug'ilgan vaqtdagi ig'irligi bilan o'sish jarayoniga ig'irligi o'xshamaydi. Cho'ng odamlarniki muqim hamda ig'ima 100 grammni qitilib maqdan ish yo'q endi. Ama bir aylıqdan tug'ilib 28 kunlik bo'lganlik bilan 6 oylik bo'lganlikda odatda suv berilmaydi deb talab qilindi tibbiyda. Ananing suti yetarli bo'lsa suv bermisin bo'ldi deb. Zada ashta qilib baqqanlar bormi degancha ashunda ananing suti yetarli holatda suv bermay to'liqlagan bolalarmi bor. Ama ba'zi bolalarning ota-onaning suti yetarli bo'lmagan chog'da yana suv to'liqlash to'g'ri keldi. Endi suv kichik bolalar biz cho'nglar o'xshash o'zi bevosita suv ichmaydi. Biz uning ishkizish to'g'ri keldi. Shunga kuniga 1 kilo ya 2 kilo suv beramiz deb bunda deyamaymiz. Bolaning ig'irlik qarta, bolaning emishi qarta. Zo'lab uni qo'shiqda ishkizgan olmaydi. O'kisi ketadi yoki so'skida ishkizgan olmaydi. Ama imbatgan ana bo'g'ichi o'zining suv to'liqlashiga diqqat qilish kerak. Bo'lib 6 oydan burun. Masalan 6 oydan burun ba'zi odamlarningki odat o'xshamaydi, suv ichishga odatlangan. To'g'ri. Ba'zi odamlar bir kun suv ichmasa yuraverdi. Endi mush bola yemitayotgan chog'da 6 oylik bo'lgan vaqtda ota-ona bo'g'ichi, onasi cho'qim suv ichishga to'liqlash kerak. Chunki o'zining ichayotgan imbatgan suvi suv to'liqlanib menishi kerak-da. Agar mush vaqtda o'zim suvsiz, balama ashna imirgan sutda suv yetishmasa qizish ahvolida bo'lib qolishi mumkin. Ammo biz zamanda bolalarningki kilo soniga asosan cho'qim manchik suv ichish kerak deyamaymiz. Endi bu kasal odatda qizitma xarakter ta'sir qilish odatda 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lganlikda yuz berdi dedik. Bola 2 yoshdan keyin muqim o'zi tomoq yeydigan holatga o'tadi. Unda bo'lganki kuniga bolalarda endi 20 litr suv, 20 kilo suvni
Bemorlar içelaydı. Ama o balığı biz esirtip, su içipti, su içkin dep esirtişimiz doğru keldi. Çokum am çoğunladık, manç milde, manç kilo su içsin dep, onunla bir ölçem yok. Bu naydı yaxşı bir nim boldu. Əsiltibdi dep. Məsələn, özünüzün dep ötüp ketdiniz, çoğunlaylıqı bir günləb su içmisimi nim qıldı dep. Əməliyyatda sununki bizge bolğan faydası naydı və köp. Şoňa ballarını kiçigiden başlap şu su içişke köndürüşmü yaxşı. Muhim adet, yaxşı adet. Onda olsa keyinki sualım şu köp kızıp kalgan ballarda keyin şu ergeçme kesellikler payda bulamdı. Endi bu yerda ama sualninkida köp kızıp kalgan balla nima uchun köp kızıp kaldı degenge javob berish to'g'ri keldi bu yerda. Endi haqiqatan köp kızıp kalgan balı bor. Endi bu ballarniki doktorxona apasa bu bana immunit kuchi to'van ekan yoki bo'lmasa yaxshi oziqlanmabdi yoki bo'lmasa beqish tepilmabdi degandek sabablarni ko'rsatib yo'lga solib qo'ydi. Ama bu ballar cho'qim bir köp kızıp kalgan bir sabab bo'ldi. Boya men deganlarimiz sabab. Ama mush köp kızıp kalgan ballarni davomli doktorxonaga olib borib, davomli davolatib qolgan ballardek ota-ona bo'g'ich ansiraydi. Cho'qim bu bola to'la og'rib qolgan bola keyin ozib qolarmi, kasal asarat qolarmi deb. Qizitma sababidan kasal asarat qolmaydi. Qizitmaga sabab bo'lgan kasal sababidan asarat qilishi mumkin. Masalan, bir bal qizib qolsa, qizg'andik bunda bo'ldi demaydi. Unda hech qanday bir hozirgacha bir tibbiyda qizib qolgan bolalarda bunda asarat bo'ldi degan gap yo'q. Asa 30 yillik, 40 yillik doktorlarda unda bir tajriba bo'lgan ish yo'q. Ama şu kasallikka qizib qolsa sabab bo'lgan kasal sababidan asarat qilishi mumkin. Masalan, bizning bolalar eng ko'p uchraydigan bo'lib, boshlang'ich yoshida eng ko'p asarat qilgan kasal kichik vaqtida bolaning geli to'l ishib qolgan bolalarni vaqtida davolatib yoki vaqtida operatsiya qilib, vaqtida olmagan chaqda birisiga ast xarakterlik revmatizm qilib qoldi bedanda. Revmatizmdan mikrob qilib saqlanib qoladi, keyin u yurak ta'sir qildi. 18 yoshga kirgan chaqda revmatizm xarakterli yurak kasali eng tez bayqaldi bolalarda. Bu balagat ishiga yetguncha paylandı. Bu mana bu kasallik asarati. Ya'ni sizga ba'zi bolalarniki shu ast xarakter bo'sh qizib qolgan, davo saqib qolgan, yana qizib qolgan, tamqi yaxshilmagan, işte qon az bolalarni keyin kulik tashirsa, jehir chiqib qolgan, tuberkuloz. Bu muasarat masalan yaxshi davolanmagan. Ananiki yana birisiga bolalarda ast xarakter börek yallığı. Ast xarakterlik suyak yallığı. Bularni biz bilmaymiz. Bu shu qizib qolgan sababidan kelib chiqqan agashim kasal emas, kasalning qizib qolsa sabab bo'lgan kasalliklardan chiqqan agashim kasal. Bir yerda endi masualga nisbatan masalan bolasi har haftada qizib qoldigan yoki har oyda qizib qolgan ota-onalar buni anglab, "Ey bolamda agashim kasal bo'lamdi" desa, "Yo'q, unda bo'lmaydi." Lekin sizning bolangiz nima uchun har hafta qizib qoladi? Nima uchun har oyda qizib qoldi? Buni aniqlash kerak. Yani bunu çok bilishimiz sababini kerak. Sababini. Ondan sonra en mühim sualım da o'ylayman, tartışıp qilish bilan qizitmaninki qandaq ikkisi yana qandaq bog'lanishga ega. Endi tartışıp qilish bilan qizitma o'ng tanasibmi degan chaqda yo'q. Qizib qolgan bola cho'qim tartışıp qoldi demaymiz. Tartışgan bola cho'qim qizib qoldi demaymiz. Men oldin qitimqi dars so'zganimda qizimagan tartışıp qolgan bola tutqaq kesini so'zganimda hem bugünkü günlükte kızıp kalan bala neymiş için tartışıp kaldığını sözlemekçi. Onda var ki yani bugünkü vaktimiz çeklik. Onda olsa balanız kızıdı. Hem de benim balam tartışamdı diyen sual her bir ata-onaning ko'rmalarning qalisi tug'ildi. Lekin hamma qizib bala tartışıp kalmaydı. Buni aniq bo'lish kerak. Qizib qalsa tartışıp qaldi degan ufqim xato. Ama %5% bala 100 balasi 5 bala cho'qim qizib qalsa tartışıp qaldi. Bu nimaga asosan degan chaqda bu shu kasallarni ko'rishlarida statistik asos. 100 balansida 5 bala qizib qalsa tartışıp qalgan ahvolar bo'ldi. Endi bu nima uchun qizib qolganda tartışıp qoladi? Haqning balasi tartışmabdi, mening balam nima uchun tartışıp qoldi degan chaqda farq o'xshamaydi. Ama insanın chiroyi, onun kelib chiqishi, onun moddiy imkoni, oila sharoiti degandek tug'ilishdagi bolalarniki sharoiti o'xshamagandek, insonlarning bir keldigan bu ahvollar o'xshamaydi. Masalan, meni 5 balam bo'lsa, 5 balamning hammasi qizib baqqan, lekin hammasi tartışıp baqqanmi? Yo'q. Endi bu qizg'an chaqda bolaning miyasida Xitoy cho'yang deymiz, oksigen qandlikdan bolaning miyasida o'zgarish bo'ladi. Bu sababli tartışıp qoladi. Endi bu qizg'an bolaning hammasi tartışmaydi, bir huquq ota-ona aniq qilish kerak. Lekin nima uchun qizg'an tartışıp qoldi degan chaqda, bu bolam qizg'an chaqda mening bolamning miyasiga oksigen yetishmay, shu sababdan mening to'lqinda o'zgarish bo'ldi ekan. Normalsiz bir o'zgarish bo'ldi sababidan bolam tartışıp qoldi ekan deymiz. Unda bo'lsa qizg'an bolalarning hammasi tartışıp qolmaydi, ammo qizg'an bolalarcha tartışıp qolgan bola bo'ladi. Bu ikkisining munosabatida
Ata-ana bo'yicha agar tunji qitim balangiz qizib tatib qolgan bo'lsa, bu ata-onaga nisbatan shunday bir xil ig'ir bir jiddiy bir ahvolligini biladi. Masalan, ata-ona unda ko'rib baxmagan, burun bolasini qizib qolgan tatishni ko'rmagan ekan, u tunji qitim ko'rgan chaqda, "Voy, mening bolam qizib tatishib qoldi" degan bir tajriba o'tgan chaqda, ikkinchi qitim u bola qizib qolgan vaqtda ata-ona diqqat qilgan bo'ldi. "Voy, bolam oqitim qizigan tatishib qolgan." Chunki dastlabda qizib tatishni doktorga olib bordi. Doktor dediki, "Sening bolang ateşli havalı, kısıtma karakteri tartışıp kalan kesel. Bu kesel yani qo'zg'alamdi? Ha, qo'zg'aldi. Qanday qo'zg'aldi desa, bir bola odatda shu 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lganlikda. Shu kesel ko'p qo'zg'aldi. Qo'zg'alan vaqtda, masalan, eng ko'p qo'zg'alsa, mesela 6 aylık bağlı balanız bir kızıp tartışıp kaldı ya. Bir yıl ötep gitti balanız hiç kadar oldu. Yani bir qitim bir ağırıp kaldı kızıp tartışıp kaldı. Yani her qitim kızıqanı benim balam tartışıp kalamdı dese onda kalmaz. Şu 6 aylıktan 3 yaşgacha en keçikende 5 yaş konakta 5 qitim körüldüke cık olsa muşu vaqtgacha statistik qilib her qitim kızıqanda tartışıp kaldığı 10 qitimden qitim san işip ketken bunda kesel körülüp bakmaptı. Ben bir yerde atalarga nemi uçurup vermekçi, sizin balığınız eğer de her qitim, mesela jilde bir ay qitim ağır kızıp tartışıp kalsa, siz onu ensirep ketmem. Çünkü bu her qitim kızıqanda tartışıp kılışını derek vermeydi. Balığınızın yiyişi ma'lum bir yaş çekilmesine aşkanca da bu oңuşulup gidiyordu. Bir yerde demek çoğan gibi atalarla bilişti işlik nokta. Kızıp kalgan balığın hemisi tartışmaydı. Ama kızıgan bala nemi üçün tartışır degen çağda her bir balığın farkı okşaşamaz. Bir yerde atanlık boğucu adam tunji qitim işte ahvol yo'liqqan chaqda cho'qim jiddiylashib, nima qilishni bilmay qarshi balasi tartishib qolgan. Bu tartishning alomatlarini tafsil so'zlab o'tamaymiz, chunki oldin qitim soatda tartishib qilishning alomatlarini so'zlagan. Masalan, cho'q suvushidan ketadigan, ko'z qarchig'ini kaynab ketishi, og'zini ko'p yandigan, cho'ng kichik tarafini qo'yilib ketishi, qo'llarining kirishib qilishi, tishlarining tishilib qilishi deganda, bu alomatlar o'xshash bo'ldi. Ammo bu qizib qolgan chaq tartishgan bu alomat tutqaq kesildiki alamatdan ikki xil farq bor. Birisi tutqaq kesili qizimga holatga tortishimdan keyin vaqti uzun bo'ldi. 10 minut, 15 minut tortishib qilgan. Vaqti uzun bo'ldi. Buning vaqti 3 minut. Eng uzun vaqti 3 minut. Bek ishib kelsa 5 minut. Bo'lmasa 1-2 daqiqa to'xtab qoldi. Yana birisiga nima qizimga holatga tortishniki, tortishish alamatlari ma qizga tortishgan chaqda ig'ir bo'ladi. Biz qarab turmiz 10 minut bir balığın açta tartışıp qarab turishga mecbur bo'lamiz da. Ma degan ko'z yumib ochqicha o'tib ketadi. Yana birisiga qizga holatga tortish bilan qizimga holatga tortishni atalar farqlantirish uchun cho'qim bir qitim balans qizg'ancha doktorga opirsiz, doktor sizga uning muvofiq dorisini beradi, tortishning dorisini beradi yoki qizning dorisini beradi. Endi ana bilan ikkisining asma-zaman farqi bo'ldi. Bu yerda hamda qizning bilan tortishma o'ng tanasi bo'lmaydi, lekin qizg'an balang hamiz tortishib qolmaydi. Tartışkan bana hemiz kızıp kalmaydı. Bunun farkını bilişimiz gerek. Yanılan bu meselelerde şu atalarınki sezgür buluşu, dikkat kılışı pek mühim. Onda olsa, şu kızıtma dedik, tartışıp kılış dedik, kızıtıp durup tartışıp kılış dedik. Muşlarınki aldın eliş usulları. Hakka toxtulup özek mesela. Bu pek mühim. Bu temada asaslıqanda bu dərisinin nəzriyyəsini sözləb bəsəm, atalarımı da anlap yerim keyin öçürüp qoyuşum mümkün. Ama balası bu adam çokum balam kızıp kalmaydı demeydi. Tartışıp kalmaydı demeydi. Yani bizim bir yerdeki programı kılışki maksadımız zaten aldığın saatimi davatımız azıcık bir menfaat olsa. Onda olsa balanız tunca qitim kızıdı. Kızgan vakitte siz onun temperaturasını ölçüdünüz mü? Qanda aldın alsın degen çağda 37'den 3'te aşkan çağda balık kızıydı dedik. Endi nurgun atalar temperatur ölçeydi. Ama temperatürünü qanda ölçeşini, qanda vaqtda ölçeşini, qaysi şekilde ölçeşini bilmeydi. Mesela balık kızgan çağda bazıda koltuğunu ölçeymiz, bazıda quluqidan, bazıda maqatdan. Ama biz ölçegen vaqtda bir yerde ölçüşümüz gerek. Yeşi çoğarak ballarını çoğum koltuğunu ölçüşümüz gerek. Zamanıvi üskünler mesela yani temperatürü ölçeş hemden doğru çıkıdı. Eğer aylık ballar olsa, maslaşmaydigan ballar olsa maqatda ölçeymiz. Mesela tuncu qitim koltuğunu ölçediniz, 38 çıktı. Onunki şu zaman kızının doğrusunu berdiniz, balans qeylin kiyinimiz, yaşdınız, balans ilma sularda judunuz, yakımızda su işkizdiniz, havalandırdınız, hem kıldıgan tedbirini hemen kıldınız. Yani ikinci qitim siz koltuğunu ölçep bula, bu balının kızmisi şükende qımaydı, yani ölçep bakaydıp, onu maqatda ölçsiniz, iki orunun bu temperatur farkı buludu. Çokum ölçegen vaqtida bir orunda ölçeysiz. Eğer balans yeşik kichik olsa, çokum maqatda ölçegen bolsa, yani ikinci qitim kızının doğrusunu berip alıp maqatda ölçeysiz. Koltuqda ölçegen bolsa, yani koltuqda ölçeysiz. Ama bizning ko'pincha atalar
temperaturun normal temperaturun qanchligini bilmagandan keyin 37 bo'lib ketsa va qizibdi deb shaq qilib qizning dorisini berib o'tadi. Doktor bir qo'shiq beraman degan bo'lsa, voy bolam el qaq tatishib qolgan, ikki qo'shiq berib o'tay. Za tatishmasin deb ikki qo'shiq berib o'tadi. Shuning bilan bu bola asli o'zining miqdoridan ortiq dorini ichganligi yoki qizimay turib dori ichib qolganligi uchun bu bola bek bo'shab, bek holsizlanib, bola asli saq bola tegma og'ritib qo'ygan ahvollar kelib chiqadi. Ota-onaning qo'g'digan yeri nima? Men bilgan ba'zi ota-onalar bor, har qitim endi uyda qizning dorisi tushsa vaqt to'shab qas tashlab yangi dori akab qo'ydi. U xato ish emas, bolam qizib qas berma deb. Lekin bolasini ancha-muncha bo'shapla qizishni oldida bolada 3 xil alomat bo'ldi. Birisi bola bo'shab ketadi. Chiroyi bir xil sag'rib, tomoq yegisi kelmay, jimib qoldi, bola titrab, bo'shab. Nima bo'lganda degan vaqtida bu bola qizish boshlaydi ekan deymiz. Dal shu chaqda ota-ona tunji qitim qizib qilib tatishib qolgan bolasini nisbatan o'sha alomatlarga diqqat qilish kerak. Masalan, uyda 5-6 bola var, yetişip olamadım, uşaq balacaq deb sal qarab qo'ysa, u bola har qitim qizg'anda tatishib qolaversa, menga bo'lgan hujayraning ufburchi cho'qim o'tirib chiqadi. Lekin hamda bu qizib qolganlar tatishib qilishni oldin olgan chaqda birinchisi ota-ona bo'luvchi ayol, onasi cho'qim bolaniki dastlab qizg'an chaq nima alomatlar bo'lgan, shuni qo'yib qo'yish kerak. Ikkinchisi qizg'an chaq temperaturani qanday vaqt o'lchagan, qancha gradusga chiqqan, eng tuan gradus bo'lgancha dori berganda foyda qilganmi? Andan keyin birinchi qitim qizidingiz 38 chiqsa, voy dorini berdingiz, bolaniki tarafmi kelmedi, suyuqmi kelmedi. Bunda sharoit qizning tushkunlanmaydi. Ikkinchi qitim qizning dorisini yana qanday vaqtda bersiz? Tatishib qilishni oldin dedi shundayapman-ku. Masalan, qizingiz tushdi, siz ikkinchi qitim qarab, u bolaga unda-munda qilib qo'yish, yana qizib ketdi. Ama ko'pincha ota-onalar bu yerda qizning dorisini berdi, aldirab berdi. Ama qizning tushirdigan qo'shimcha alomatlarga sal qaraydi. Qizning dorisini berib jumlab qo'yamiz. Endi bizning vatanda uslub bilan yana o'xshamaydi. Vatanda havo so'g'oq, qishni kunlarda kelgan bolani ochiq moncha jumaymiz biz bu yerda. Miyada akab bo'g'ichi monchasi issiqsiz juydi ekan. Bizning vatanda unda qilmaydi. Ko'pincha bola qizning dorisini beramiz, jag'ildab titrab ketganmiz, so'g'oqda uningga bola azroq ilman issiq turib, bolani talab qizning tushishini oldin olamiz. Miyadagi uslublar bilan o'xshamaydi ekan. Ama miyada endi ota-onalarning qizib qolgan bolaninki tatishib qilishni qizg'an qo'rqinish emas. Tatishib qilgan olgan chaqda cho'qim birinchisi qizning bo'lgan chaqda bolangizningki cho'qim alomatlarga diqqat qiling. Ikkinchisi qizning to'g'ri o'lchang, uchinchisi qizning dorisini to'g'ri bering. Masalan, qizning dorisi narxi necha xil bo'ldi? Agar masalan bu qitim bir xilni berdingiz, qizning tushmagandan keyin odatda bir qizning dori bilan yana bir qizning dorisini oraliqda 6 soat o'tish kerak. Siz 6 soatdan keyin yana boshqa foyda qilmaydi deb yana boshqasini berdingiz. Yana 6 soatdan keyin voy mama dorim foyda qilmaydi, qo'shnimning bunda dori ekan chiqib yana birini berdingiz. Bu dori berish usuli butunlay xato. Cho'qim bir xil dorini qayta berishga bo'ldi. Necha xil dorini qaytalab berishga bo'lmaydi. Agar mushta bo'lib qolganda bana oshqozon buzilib, qusib, bola tegib ichi surib yoki texmaylik qizning dorini hammasi tinchlantirish roli bor uning ichida. Haddidan ziyod chiqib kelgan chaqda bolangiz butunlay o'zini hoshini yo'qotganda uyquga kirib ketishi mumkin. Bunda vaqtda ota-ona bu texni ansiraydi. Bu bola ya uylikmi tirikmi bilgilmaydigan holat yetib qolishi mumkin-da. Shuning ham bunun oldini olish usulida cho'qim temperaturani yaxshi o'lchash kerak. Bolasi bir qitim qizib tatishib qolganlar qizning kiyinlar qizning dorisini vaqtida berish kerak. Yana birisiga amal va bolaninki qizimizni 38 ga chiqarmasdirish kerak. Buningda kiyimlarini soldirib, ilman suvda yuvib, bola qaynoqsini chiqarib ishkizib, bolalar bekarak ilgilinib qizib qoldi, yasun deb yotqizib qo'yib, bolalar shunda paranglashib, bolani endi turib, mehr muhabbat bilan qanchada bolaning kayfiyat yaxshilangandan keyin balkim biz o'ylamagan natija berish mumkin. To'g'ri. Bu jihatdan diqqat qilishimiz kerak. Hem her vaqt her bir programımızda deb kelyapmiz o'sha ota-onalarning bolasiga bo'lgan sezgurligi, ularga beradigan mehr muhabbati, ashularningki bolalarningki sog'lom o'sib yetilish uchun hammadan bek foydali ekanligini ta'kidlab o'tib ketib bormiz. Hozirgi kelgan savolimni javoblab bo'ldingiz, shunday bo'lsa-mu so'raveray. Bolalarga shu qizni tushirish to'g'risini ko'p berib o'tishning ziyonlari degandek. Ziyni 3 xil bo'ladi odatda. Qisqartib aytsam, bir narsaga qizning dorisini oraliqdagi soat bir qisqa vaqtda 4 soat, bo'lmasa 6 soatda bir takrorlash kerak. Agar jiq berib qolsa dedim-ku, oshqozon ziyonli. Ikkinchi narsa qizning dorisi haddidan ziyoda tinchlantirish rolini o'ynayotganki, bola butunlay bo'sh tuyuladi qanday. To'g'ri. Tinchlantirish o'qil sog'andek. Yana birisiga bolaning ko'pincha vaqtida pinxuaji deydi, mana uchay muskullarini bo'sh tuyayotgandan keyin bolaninki hazm sistemida butunlay to'xtab qolgan ahvollar bo'ldi. Masalan, bu qizg'an bolalar kuntilab tarat kelmaydigan ahvollar bo'ldi-ku. Birisi ichi issiq, yana birisiga dorini bergandiklar, bolaninki
Әсте әрекет қылдыған şeyinin әрекет тоқтап қалды. Онда оған техимо балын тәләріп тұраман болса қызмын düşmейді. Шуны қызмын doğrusuna беріш үйді сақлап қойыш хата емес. Ama елік балыс қызымай тұрыпла нәтчі қылды орны бір беріп, keyin bir berip bunda qilish doğru degandan hammaning aks ta'sir bo'ladi. Aniki bu yerda yana bir ta'kidlashga tegishli muhimlikda biz yeshi cho'ngroq shu 18 yaş kirib qolgan yoki 15 yoshdan yuqori bolalarga qizimning ichiga shu aspirin degan dorini bersak bo'ldi. Bo'lmaganda, ammo kichik bolalarga uyda boshqa dori yo'q ekan to'xtab aspirin berib qo'ysak, aspirin hattoki butun qonni eritib, og'iz burni qon kelib ketadigan kasallik alomatlari kelib chiqadi. Bu aspirinni chaqchaq qilib beradigan bo'libmi 6 yoshdan tuvan bolalarga, 7 yoshdan tuvan bolalarga deb beradigan dori emas. Men ham de ko'z oldimda o'tgan. Shu uyda aspirinning yerimini bergan bolamda olib ketib, og'iz burni butunlay qon elib, qon kelib ketgan bolani ko'rgan. Bu shu hattoki yurakni to'xtatib qo'ygan ahvollari bor. Shu aspirinni xato berish bilan-chi. Shuning uchun bu qizning dorisini bergan vaqtida to'g'ri yerdan elish, to'g'ri doktorning tavsiyasi bilan elish, ani xohlagancha dorini ko'p bermaslik, ham qalayimqan dorini bir vaqt ishlatmaslik. Pek muhim. Ondan sonra bu oxirgi savolim bo'ldi. Shu qizdir tortishib qolgan ahvol ostida ota-onalar hamma demak nimaga diqqat qilish kerak dedingiz? Tunji qitim bolangiz qizib qoldi, bek andisha qilib ketsiz, jiddiylashib ketsiz. Bu xil ahvolda ota-onalar nima ish qilish kerak? Endi mana bu qizib qolgan bolalar, tortishib qolgan bolalar ko'pincha qizigan chog'da ketisi ko'proq tortishib qoldi. Toza shu doktorxonaga berish qolaysiz, yarim kechada. Bu vaqtda ota-ona bek jiddiylashyapti. Qanday qilishni bilmaydi. Agar siz tunji qitim bolangiz ashta bo'lgan bo'lsa, mayli kunduzi bo'lsin, mayli kechasi bo'lsin, doktorxonaga bir olib bordingiz. Ikkinchi qitim bolangiz kechasi qizib qolgan vaqtida to'xta, ma bolam ishta kechasi qizib tortishib qoldi degan bir narsa bo'lish kerak. Siz oilada bir ona doktor bo'lishingiz kerak. Cho'qim qizning dorisini, bolaning qizini tushirish usullarini, temperatura cho'qim bir yerga tayyor bo'lish kerak. Voy qanday qilaman alojoq qilib, o'zingiz jiddiylashib, bolam texnik ayirlashtirishga bo'lmaydi. Yana bir tavsiyani burularda telefon yo'q demdi. Hozir hammadamning qo'l telefoni bor. Bu har qatim bola qizib tortishib qolgan chog'da birsimiz bola bilan ilgilansakmi, bola bilan bo'lsakmi, yana birsimiz cho'qim bolaninki boshdan oxir alomatini bir video chekib olishimiz kerak. Chekib olib, ikkinchi qatim to'xta, ma bola bunda boshlanyapti, boshdan oyoq. Bunda taraqqib qoldi degan bir ilmiy nimaga ega bo'lamiz. Ya'ni agar doktorxonaga borsakmi, bolam qanday tortishgan desa videoni qo'yib bersak, u texnik yaxshi diagnoz bo'ldi. Endi yana birsiga qanday ahvol vaqtida bu bolam ham kesiz tortishib qolsa, doktorxonaga olib kesiz tortishib qolsa, doktorxonaga olib bu bir avarchilik bo'ldi degan chog'da, unda qilishning hojati yo'q aslida bolada. Qizning dorisini yaxshi bersangiz, qaynoqsingiz, qarqishkisingiz, uyini havolantirsangiz, qizni tushirdigan amalni hammani qilib baqsangiz bo'ladi. Uni cho'qim yarim kecha doktorxonaga yugurib olib borishingiz hojati yo'q. Apasingizmi shu qizning dorisini berdi. Qizni tushganki, bu tortishmaydi odatda. Agar qanday vaqt apirsigacha balanz qizib tortishdi, 5 minutdan ortiq tortishib ketdi balangiz. Ani balanz tortishib qoldi, jimmat shukolat kirib qoldi. O'zingiz balangizni ansirab qoldingiz, chiroyli tortirib. Yana birsiga balaniki 40 gradus ketdi, masalan, qizimiz tushmay. Onaniki ba'zi kichikroq bo'baq bolalarda tiniqi to'xtab qolgan ahvollar bo'ldi, tortishib bo'lib, men siz oksigen ichmaganda tiniqini bilmaysiz. Mushta ahvollarda ondan başqa tüyüqsiz qarsanız balangizning badanidan uya biyalar kök tug'an bo'lsa, bu balaninki butun qon aynishda masala chiqqanligini ko'rsatadi. Balangizningki shu ba'zi bolalar va og'rib qolsa o'ynab yuradigan, ba'zi bolalar va kichikkina og'rib qolsa biroq yetib ketadigan. Bu bolalarning farqi o'xshamaydi. Endi siz qanday vaqtda bu programmani qo'ydingiz, qanday vaqt doktorxonaga olib qanday vaqtda uyda davolaymiz degan chaqda, tunji qitim tortishib qolgan chaqda cho'qim doktorxonaga olib borsiz, chunki sizning hech qanday tajribangiz yo'q. Ikkinchi qitim bo'lganda cho'qim qizni tushirgan dorilarni bersiz, qizni tushirish amallarini qilasiz. Yarim kechada bo'lsa-mu jiddiylashib ketmaysiz. Qanday vaqtda endi bo'lmaganda olib bormaydigan chaqda qizning balaniki 3 kun uda qizidi. Balangiz yallı qaytargan dorilarni doktor bersinmi, yana qizni tushmadi. 3 kunda ortib ketdi. Bu chaq cho'qim doktorxonaga yetib davolashingiz kerak. Agar balangizning o'pkisining alomati og'ir bo'lsa, yana doktorxonaga berishingiz kerak. Agar balda men degandek put qo'llari amir ko'kirib ketadigan, bola o'siz yotgan alomatlar bo'lsa, yallı xarakterli shok deb qo'ydi. O'sizmish. Ashta alomatni opirish kerak. Endi bu qizib qolgan, tortishib qolgan bola bir qitim, ikki qitim uyda davolashingiz bo'ldi. Endi uyda turibmi 4-5 qitim tortishib qilib, yana qizni tushmay olsa, yana men qizning dorisini beraversam bir gap bo'ldi deb sal qarash bo'lmaydi. Bunday ahvollarda cho'qim doktorxonaga olib borishingiz kerak. Ko'p rahmat. Azmaydi, ko'pincha qarindoshlarimiz. Endi bu qitimqi darsimizda endi ko'pincha qarindoshlarimizdan ansiraydigani qizg'an bola tortishib qolamdi. Birinchisi, ya qizg'an bola hammasi tortishmaydi, ammo sizning bolangiz bir qitim qizib tortishib qoldi, uningga nimalarga diqqat qilsiz, uni so'zildik. İkincisi, qanday sharoit doktorxonaga olib borma. Yarim kecha tortishib qoldi, amal qilamsiz, apaman qizning dorisini bering, qizni tushirgan amallarni qiling, aytsa opiring.
İlla ki sizin bugün balanız kızıp bugün tartışıyordu, ertesi tartışmayı diyemeysiz. Ya ki bugün tartışmadı, tartışıyordum diyemeysiz. Doğru. Üçüncü kıtamlıkta bu sizin balınızdaki mayli 5 qitim masalan bu programni ko'rgan bolalar atalar deyishi mumkin da mening bolam har qitim qizib qolsa tortishib qoladi mana 3-4 qitim ashta bo'lgan 5 qitim bo'lgan keyin qanday ular tutqaq kesida chiqib qolarmi keyin yoki buni asarti qolarmi degan savollar qalsa kelayotgan bo'lishi mumkin. Bu qizning xarakteri tortishib qolgan bolada tutqaq kesida asarti qolmaydi ham boshqa mengizli zaxmlanadigan alomatmi qolmaydi. Qolgan bo'lsa hozirgi tajribalarda qoldi deb bir aniqlama yo'q. Agar sizning bolangizniki yushirin xarakterlik, ast xarakterlik yalliq kasallar bo'lib, bu kasal bak uzun davomlashib, bolangiz qizdigan holatni tortishadigandan qizmagan holatga tortishib o'tib ketgan bo'lsa, ham mening bolam tutqaq kasallik qarab mengapti. Mening bolamniki hozirgi tutqaq kasallik qizning xarakter tutqaq kasallik emas, haqiqiy tutqaq kasallikda buning farqini bilsak, bolalarimizning davolashida qiyinchilik uchirmaymiz. Köpten köp rahmet. Bu programımız halkımızga nisbeten ayda faydalı bir program bo'ladi. İnşallah. İnşallah. Ekran oldida ko'rmanlar doktorimiz biraz hammani anlatib o'tdi. Yana shu gapning o'ziga kelsak, biz ota-ona bo'luvchilar bolalarimizga qarashda sezgir bo'lishimiz, ularga har vaqt mehr muhabbatimizni berib turishimiz, mush xil asosda bolalarimizning sog'lom yetilib cho'ng bo'lishiga sababchi bo'lishimiz kerak. Hozirgi vaziyatda to'g'ri hammamizningki dili sunuq, ko'nglimiz yerim, ota-onalarningki voy shu mening ahvolim umunda bo'lgankin bolalarimni yaxshi qarayolmadim degandek mushunda bir gap so'zlar bo'lishi mumkin, lekin bu hargiz bolalarga yaxshi qarmasligimizga yoki ularga qarshi sezgir bo'lmasligimizga bir bahona bo'lolmaydi. Chunki bu programmami balki bundan boshqa programmalarimiz hammamiz o'xshash hozirgi mushu sharoitda yashayotgan kishilarimiz va kelgusidagi bolalar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin, hammasi vatanimiz uchun bir kishilik to'pimizni qo'shish asosida elib berilayotgan bir xizmat hisoblanadi. Bu xil ahvol ostida bir ona bo'g'ichi o'zining bolasiga qanday qarashni, uning qarta sezgir bo'lmasligi yoki mening ko'nglim yerim, men aram turyapman deganchilar bolaga yaxshi qarmasligi bu vatanning ya'ni kelajak bolalarga qarta bir yaxshi tarbiyalash usuli bo'lmay qoldi deb qaraymiz. Bu programmadagi maqsadimiz faqat sog'lomlikni so'zlab o'tishmi emas, shunga o'xshash ota-onalarning diqqat qilishi, keyingi avlodlarimiz uchun yaxshi bir sharoit, yaxshi bir sog'lom badan hozirlab chiqish uchun mush programmamizni sunyapmiz. Bu programmamiz haqida har qanday talab fikringlar bo'lsa, talab fikr qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Maslahat so'raydigan ish bo'lsa, doktorimiz Elminur xonimni izlasanglar bo'ldi. Har vaqt sizlarga telefonlari ochiq. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamizni mishada oyoqlashtirgan bo'ldik. Oldi bilan Elminur adimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Ekran orqadagi xizmat qilayotgan xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh keyingi programmada ko'rishamiz. Hammalarni Alloh topshirdik. Alloh omonat.